hech qachon kurs sotib olmanglar. O'zi haqiqat bo'lib turib sizni aldab qo'yishi mumkin bo'lgan 3 ta narsani aytib o'taman. Ya'ni bu $5000 ga yaqin pul bo'ladi. 3D modeling o'rgatadigan ko'p o'quv markazlar yoki kurslar qiladigan marketing hilalari to'g'risida gaplashamiz. Mana bu profilning egasi Sofiya degan qiz o'zini blogida aytib o'tadiki, bu oyiga 400 ming rublgacha daromad qilganman deb aytib o'tadi. Ya'ni bu $5000 ga yaqin pul bo'ladi. Bu narsani kimdir kursini reklamasida ishlatyapti deb aytolmayman, lekin blog o'qiyotgan odamlar shu narsani ko'rib turib, ha mana $5000 daromad qila olaman deb turib, bu sohaga kirib kelishligi xatoligi to'g'risida bu ma'lumotni berib o'tyapman. Siz ham bunaqa bo'lishingiz uchun juda ko'p vaqt ketadi va tajriba kerak bo'ladi. Keyingi marketing xod, mana bu ko'rib turgan modelingiz 277 marta sotilib, menga $350 ga yaqin daromad olib kelgan. Bu yolg'onmi? Yo'q, yolg'on emas. Xuddi shunaqa bo'lgan. Lekin bu mana profilimdagi 677 ta modeldan bittasi. Eng omadlisi. Bu reklamani ko'rgan odam har bitta qo'ygan modelim shunaqa sotilib, shuncha daromad olib keladi menga deb o'ylaydi, lekin aslida unaqa emas. Hop, keyingi bizdagi holat shogirdlarni ko'rsatib turib, ularning natijalarini ko'rsatib turib, siz ham shunaqa bo'lishni xohlasangiz, bizga o'qishga keling deyish. Men o'zimning holatimda shuni misol keltirishim mumkinki, mana bu mani shogirdimning profili, ko'rib turganinglardek 16000 tadan ziyod sotuv qilgan, 5000 ga yaqin modeli bor va bugungi kunda yaxshigina daromad qilib keladi. Bu holatda nima hisobga olish kerak? Bu shogirdim men oldimga kelib ketgan 30-40 talab shogirdimdan eng omadlisi yoki o'zini ustida yaxshi ishlagani va o'sha yaxshi natija qilgani mehnat orqali. Menga shogird bo'lgani uchun emas, o'zini mehnati bilan shunaqa darajaga yetishgan. Bu 3D modeling sohasi ham har bitta har qanaqa sohaga o'xshab mehnat qilgan odam pul topadigan soha. Internetda ochiq dostupda juda ko'p tekin darsliklar bor. Ana o'sha tekin darsliklardan birinchi bo'lib foydalanish kerak. Yaxshilab o'rganib chiqqaningizdan keyin o'zingizga ma'qul bo'ladigan odamning kursini sotib olib o'rganishingizda hech qanaqa muammo yo'q.